Xo'sh, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun Ice Check-in, Ice Up Check-in New York, Ohio va CDL bo'yicha gapiraylik. Короче, bunaqa. Shu endi men 100% biladiganimda, chunki mijozlarim bo'yicha borib keldi-ku. New Yorkka 2 kishi bordi shu hafta. Borib keldi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Ice Up ham, Ice ham shu belgiladi, chiqdi ketdi. Ohio'da 2 kishi bordi, bittasi bizning mijozimiz, bittasi mijozimiz emas. Bizning mijozimiz bond bilan chiqqan. Uni teginmadi, lekin u bilan borgan odamga u menimcha 220 bo'lsa kerak, kishan solib olib ketdi detishinga. Shuning uchun New York, Ohio xulosa sizlardan. Xo'sh, bu endi nima? Ice check-inlar bo'yicha. Xo'sh, endi CDL bo'yicha gapiraylik. Mana o'zi hammaga video chiqdi-ku. Bu CDL endi boshqadan berar ekan, u bu degan. Kim to'g'ri gapiryapti, kim noto'g'ri gapiryapti? CDLda mana bu sud bo'lyapti endi. Trump shu nimasini, departamentini sudga bergan. Sudya vaqtinchalik pauza qo'ydi. Vaqtinchalik pauza qo'ydi. Kim aytdi, men shu oxirigacha yetib boray, qani haqiqatan ham men bu transportation departamenti qilayotgan ishi qonuniymi, noqonuniymi, haqiqatan ham CDL mumkinmi, mumkin emasmi, buni endi vaqt ko'rsatadi. Bilay turaylik, vaqt ko'rsatadi. Xo'sh, endi bundan hozir biz foydalanishimiz kerak-da. Mana ko'p odamlar o'zimda ham bilaman, adresni almashtirgan, bitta shtatdan boshqa shtatga borgan, kim marriage qilgan, kim boshqa kelganda dokument bo'yicha adresni almashtirilgan, lekin nimaga ID ololmayotgan edi. Chunki ID olsa agar, CDLda olsa agar, CDL bekor bo'lishi mumkin edi. Или oddiy pravaga aylanishi mumkin edi. Shuning uchun mana endi hozir vaqti mana shu narsalarni agar sizga nimami, adresingiz almashtirganmi, dokumentingizga yangi prava kerakmi, yangi adres bilan, demak buni almashtirish hozir. Endi CDL o'qishlar ham masalan endi hozir pravani olish. Bu qancha pauza bo'ladi bilmaymiz-da, qancha pauza bo'ladi. Chunki ming ana keng sudya mayli bu pravani bekor qilishni noqonuniy deb topsa, Trump nima qiladi? Kutib o'tirmaydi, srazu apellyatsiyaga beradi. Apellyatsiyaga berdimi, yana boshqatdan uni muzlatadi. Apellyatsiyani masalan yutqazdimi Trump, dalcha nima qiladi u? Albatta konstitutsioniy sudga boradi. Konstitutsioniy sud hozircha Trumpning tarafida. Shuning uchun o'rtoqlar, momentdan foydalanaylik. Kimda CDL bo'lsa, adresni almashtirish kerakmi CDLga yoki boshqatdan CDL olish kerakmi maktab o'qib? Hozir vaqti. Endi u yog'ini xudo poshsho. No, baribir hamda mana shu hozir qonun, mana bu CDL noqonuniy degan narsaga hali nuqta qo'ygani yo'q, lekin ko'ryapsizlar o'rtoqlar, trakchilar baribir ishlayapti. Qaysi shtatda bo'lmasin, ushladimi, detentionga olib boryapti. Mana shu detentionga olib borayotganda hech kim masalan, "San nimaga CDLing bor?" deb olib ketgani yo'q. Boshqa bahona topib